Assalomu alaykum mamlakatxon aya, siz bo'lasizmi? Ha, men bor. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barakatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin va insoningiz sizga atalgan tabriknomalarini, go'zal dil izhorlarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz, qay bir yaqin insoningiz sizga atalgan dil nomalarini bizni loyihamizga yo'llagan bo'lishlari mumkin? Farzandlarimda boshqa kim bo'ladi? Sizni yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi, ardoqlaguvchi farzandlaringiz va nabiralaringiz nomidan nabirangiz Nozimaxon tabriknomalarini, chiroyli dil izhorlarini yo'llab qolgan ekanlar. Ularga qo'shimcha tarzda farzand ne'matlaringiz Muniraxon opa, Komilaxon opa, Ominaxon opalar, o'g'illaringiz Mardonjon aka, Mavlonjon aka, nabira ne'matlaringiz Ibrohimjon, Oqilaxon, Vosilaxon, Aslbek, Anvarjon, Akbarjonlar bugungi ayyom bilan tabriklab qolishibdi. Ijozat bersangiz, mana shu qadrli insonlaringizni dil nomalarini sizga yetkazib bersam. O'qib beraman. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonim, qadrli insonim, yuzlari nurli, kulgulari quvonchim, bu dunyoda borligi davlatim, xonadonimiz farishtasi, o'zimni mehribonim, jondan-da aziz bo'lgan go'zalim bu jonim. Sizni bugungi tavallud kuningiz, shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzun, tan va joningiz sog' salomat bo'lsin. Aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Bugun sizga dilimdagi samimiy tilaklarimni bildirmoqchiman. Sizdek qalbi pok, nur yuzli, shirin so'zli, kamtar, duogo'y buvijonimning nabirasi ekanligimdan faxrlanaman. Borligingiz va boringiz uchun yaratgan Robbim Rahmonimga behisob shukronalarim, hamd va sanolarim bo'lsin. Jamiki yaxshiliklarni, uzoq umr va sog'lik tilab qolaman. Bu dunyoda borligingiz biz uchun baxt va sharafdir. Ilohim qadamlaringiz Makkatullohga yetsin, go'zal ko'zlaringiz Ka'batullohni ko'rsin. Duogo'y mehribonim buvijonim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'ling. Boshim qo'yay bugun xok poyingizga, qalbi to'la mehru daryo soyingizga, mehribonim, tanhoginam, jonu jahonim, boringizga shukr deyman, boringizga deya mana shunday go'zal chiroyli nomalarni yo'llab qolibdilar. Rahmat bolajonim, sen ham yetkazganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Biz ham mana shunday tilaklarga qo'shilib qolamiz. Hamisha yaqinlar ardog'ida yurmoqlikdan charchamang deymiz. Baxtli, shodiyona kunlaringiz davomli bo'lsin. Kuningiz xayrli o'tsin. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim, tanho
jonimni